Ismat, nimaga kelding menikiga? Kecha katman olganting. Shuni qaytarib. O'zing kelsang bo'ladi, kattani qizi nimaga olib kelding? Katmanim katta desam ishonmaydi. Shunga ber hozir. Ko'rsating. Hozirroq kelaman. Ismat aka, katmoningiz buncha katta? Bu endi genda borda. Dadam ham katmon, ana shunday katta edi. Bizniki ham katta. Haqiqatan. Ketmaniz ahvoliga qarang, shu ham ketmanmi? Ketman degan bir Ismatni ketmandek katta bo'lmaydi, bir mazza qilib yer chopsang. May oling ey. Unang ham o'zing xotiring ketmoning kichkina deb izlashsa ham bo'laganda. O'ylayda shu katmoningizdan buncha chiroyli bu. Dada nima qilyapti? Katmonim berib qo'ydim, bacham o'yin o'tiribdi. Keyin ana u ingliz tilida domlamam siz otingizni aytsam faqat 5 qo'yadi. Katmon kichida bacham. Katmon. Men sizni tabriklayman. Sizni katmoningiz dunyodagi eng katta katmon sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Tushunabsizmi buni? Zo'r bo'ldi-da. O'zi bilgandim-man. Dadam katmoni ham Guinnesslar rekordiga kirgan. Bizga ham mana kiribdi, xursandman, Abdush. Singlim bitta narsaga hayronman-da. Muncha Ismat katmaniga yopishdingiz, nima zo'r shuni? Menikiga qarang, kichkinagina, choqligina maza qilib ishlatasiz. Menga ishlatib ko'ring. Yo'q, Ismat akani ketmani baribir yaxshi. Dada nima ustaga siz katmoningizni osilibdi? Hayotingiz shunaqa bacham. Yigitda katta katmoni bo'ladi, hamsayasi osiladi. Qiz baribir katta katmon tanlaydi. Shunaqa hayot.